Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Ramazonning 2-jumasi. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Ya Allohim, sendan o'tinib so'rayman, yolvorib so'rayman. Butun dunyodagi bemorlarning dardiga Allohim qudratingdan shifoi komillar bergin. Farzand talabida yurgan bandalaringga qudratingdan solih soliha farzandlar ato etgin. Yurt boshlarimizda inshaalloh Allohim o'z panohingda asra. Yurtimiz dunyomiz doimo tinch bo'lsin. Ya Allohim, kelayotgan balo-qazolardan, ulfatlardan, ofatlardan, virusli kasallardan, barcha kasallardan, dushmanlardan Allohim o'zing saqlag'in. Ya Robbim, musofir yurtda yurgan bandalaringni hammasini o'z panohingda asra. Inshaalloh biz ham musofirmiz. Inshaalloh duomizda Allohim ijobat qilsin. Meni shu videomda 1000 ta, 1,5 mingta, 2000 odam ko'ryapti, lekin shulardan 1 kishi, 2 kishi like bosyapti. Iltimos, yaxshi video qo'yyapman-ku. Biron bema'ni video qo'yayotganim yo'q, ya birovni videosini qo'yayotganim yo'q. Iltimos, yaxshi insonlar qatorida bo'lish hammamizga nasib aylasin. Ya Allohim, inshaalloh ota-onalarimizni Arabistonga farz hajlarga jo'natishda hammamizga nasib aylasin. Ota-onasi yo'qlarni, ota-onalarini jotgan joylari jannatda bo'lsin inshaalloh. Oilasini hammasini jannatlarga olib kirish hammaga nasib aylasin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Yana bir bor juma ayyomingiz muborak bo'lsin.